Yaşların içinde köp göremiz. Bir de bilarchilar içinde köp borasiz. Bir de bo'lsa ekan bu. Legenda klubni neri yaxshi bo'ladi? Pasteni bir de görünüz. Endi birinchidan shu o'rganishganmiz, ham shu açık ko'rgan Ömürbek abi bir acayip adam. Stollar zo'r. Gap yo'q. Bu stolni farkı bo'ladimi? Albatta. Yo'q a? Ruptur stollar, ham shu ruptur yaqadi, pokoleniya shu toza stollar. Hazat o'ynamizlar shu. Yani mağlubiyetken bir atmış sazındı. Nerede qatnashgansiz o'yinlarda? Turnirda. Oyundamı Kazakistan'da. O'rin ag'amizmi? Orası da özümüzün kendi Xorazmda qarab qo'ygan orasına. Shoirni o'ynashini chiqardik tabi. O'zi zo'r bo'ldi. Falan natija zo'r. Natija bormi? Qiziq, o'zida qiziqish bor odam. Ba'zan to'natib turadi. Jahon chempionati bo'ladi deydi bu yil deydi. Qatnashsa bo'ladimi? Endi forani daylashtiradilar ku baribir. Bir bo'yiga masalan bundan sal 2-3 shahar güçlü bo'lsa, forasini daylashtirib olsa ham o'ynatib beramiz. Ha, demak qatnashadi. Qatnashadi. Bunga tayyorgarlik ko'rdiribdi. Hava aslan bir yana. Yüreğim bütün